Şunda çıraylı qalab mekan kelib ketdi qachon. Ems uyga alganlar gonjo qilib, sho'san qilib, finshan qilishni qat'iy unutib qolmanglar. Yaxshi sizlar kimchilik masana to'radash bezda, esenjasdan bilma. Uyensizlarga men personalning o'lchamini qarashini olib keldim. Buni men bir xuyiz o'stamda o'g'ini olgan. Asosida o'shib ketmaydi, lekin foydalanib qolsam bunda g'azab o'xshaydi lekin ha. Bundan ketalik materiallar az miqdor qizil lazım shale to'g'ri emas. Az miqdor piyaz, mana sho'xlar. Mana sho'xlar cho'ng to'g'ri etmaymiz mana shalatda. Azroq samsak, azroq so'piyaz, azroq mana yubaysay. Buni sasamdan burada, samsamdan burada. Bundan keyin kalgıcha, qo'ygıcha burada bellab tayyorlagan. Biz boshlab ketdik. Biz avval qozonga az miqdor yaqib olmaysa. Mana yapmab, qizlarga linga bizning bellab tayyorlagan kalgıchamizni talamaysa. Buni yengil aralashtirmaysa. Mana ko'zning kalitini yaxshilab qazonlarga chaqirishmaydi mana. Shunday chiroyli chiqdi. Mana ko'z pishib, ishalat kelganda go'shtni tutib olmaysan, lekin go'shtni hamma tutib etmaysan. Azroq yog'lar qilamiz. Endi bunga boshqa suqiyat solmaysan. Suqiyatni biroz ko'rib, suqiyatni qurib chiqarmaysan. Kaydak mezlek ki mana purpa vay. So'ngda biroz qo'rqo'g'anni kelib sho'xga solmaysan. Sho'xni biroz qo'ymaysan. Mana sho'xni biroz qo'rib, sho'xni ta'min chiqarib olgandan keyin bizning o'zimizdan sanab chiqargan labizdan chiqish narsa qildi ha. Hadi. Alma ishga. Mana sen biroz qo'ymaysan. Qo'ygandan keyin bizning qog'oz e'lon qilamaysan. Samsak, piyoz, qizil lazar yerlarni. Mana sen biroz qo'ymaysan buni. Endi bunun kuchimiz so'kilmasa, 1 2 mana 3. Endi buni ta'min tashitli, buningga 1,5 qo'shib tuz, 2 qo'shib vijing, 2 qo'shib jijing, az miqdorda oqot, xo'jomyandan 1,5 qo'shib. Men xo'jomyan bilan o'xshaydi, men silib qortaqlar, mana buni salamat. Endi men saylar bir paytda buni ta'min chiqarib olamaysiz. İşte kaynağı vaqtida bizning tayyorlagan cho'pni solmaysiz. Mana rizqlar mana. Cho'pni solib yengil o'raymiz buni mana. Shunda chiroyli. Hamma so'manda suvliroq deyish kamroq. Shu suyni sabab chiqdi mana. Endi qozondan chiqqan vaqtida az miqdor achchiq suv yo'raymiz mana. Yo'q, lekin gazab o'xshagan chiroyli mana. Yo, mana o'shiga men persona tutib chiqdi, yekerak ekan mana. Shunda chiroyli qalab mekan kelib ketdi qachon. Ems uyga alganlar gonjo qilib, sho'san qilib, finshan qilishni qat'iy unutib qolmanglar, Mana. Rang, purak, hammasi joyida. Qozon. Mana o'shiga men persona Emse uyga alganlar meni gonjo qilishni unutib qolmanglar, Bo'ldi.